Va alaykum assalom. Jumaboy akamiz bilan bog'lanmoqchi edik. Aha. Salomatmisiz akajon? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Shukr, rahmat. Xizmat. Jumaboy aka, biz siz bilan Shukrona loyihasi orqali bog'lanib turibmiz. Ismim Munisxon. Avvalo sizni bugungi tavallud topgan ayyobingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Doimo yaqinlar baxtiga sog' omon bo'ling. Inshaalloh 100 yoshlar bilan yuzlashish nasib aylasin. Rahmat Alloh. Salomat bo'ling. Akajon, bugungi chiroyli kuningizda siz uchun dilnomalar kelgan, yaqinlaringiz nomlaridan. Nima deb o'ylaysiz, kim tomonidan bo'lishi mumkin? Bilmadik endi. Kim deb taxmin qilasiz? Bilmam, o'g'il qizlardan bo'lsa kerak. Albatta, to'ppa-to'g'ri taxmin qildingiz. Bugun sizni barcha yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, jigarlaringiz, oila a'zolaringiz, qizlaringiz hamda kuyov bolalaringiz nomlaridan Ravshanbek, Yulduzoy, Ergash, Qurbonoy, Shuhrat, Ayzodaxon, Azamat jonlardan siz uchun tabriknomamiz bor. Qizlaringiz bugun sizni tabriklaydilar. Rahmat, boriga shukr. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Agar ijozat bersangiz, qizlaringizni siz uchun atalgan ikki og'iz dil so'zlari bilan tanishtiramiz, maylimi? Bo'pti, bemalol. Xo'p, bo'ladi. Boshladim bo'lmasam. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan, doimo ardog'imizda bo'lgan mehribon dadajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun biz uchun eng qadrli, eng aziz inson, suyanchig'imiz, faxrimiz bo'lgan, baxtimiz bo'lgan otajonimiz dunyoga kelgan qutlug' kundir. Dadajonim, siz borsizki qalbimiz xotirjam, siz borsizki qaddimiz tik. Hayotda qancha sinov bo'lmasin, dadam bor degan o'y bizga har doim kuch beradigan eng aziz insonimiz siz. Yaxshiyam borsiz, yaxshiyam bu dunyoga siz kabi dadajonimiz dunyoga kelgan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin dadajonim. Sizni borligingizni o'zi biz uchun katta ne'mat, katta baxtdir. Siz borsiz, hali ham o'zimizni o'sha beg'ubor bolalikdagi qizaloqlardek his qilamiz. Yoshimiz ulg'aysa ham qalbimiz uchun sizni yoningiz eng xavfsiz, eng mehrli maskan bo'lib qolaveradi. Har safar charchaganimizda yoki ko'nglimiz xiralashganda sizni birgina so'zingiz bizga taskin beradi. Chunki siz oddiy ota emas, farzandlari uchun butun umrini bag'ishlagan buyuk insonsiz, hazrati insonsiz dadajonim. Bugun sochlaringizga oq oralagan bo'lsa, bu bekorga emas. Qo'llaringizdagi qadoqlar ham oddiy emas. Ularni har birida bizni bolaligimiz, quvonch, tashvishlarimiz, yaxshi kunlarimiz yashirindir. Siz tong sahardan kechgacha tinmay mehnat qilib, bizni kam qilmay deb yashadingiz. Balki ko'p charchagandirsiz, lekin bizga hech qachon og'riqlaringizni, charchaganingizni ko'rsatmadingiz. Doim ichingizga yutgansiz. Lekin har doim shuni bilishingizni istayman dadajonim. Biz sizni hamisha yaxshi ko'rganmiz. Sizni har bir qilgan mehnatingiz, to'kkan peshona terlaringiz oldida bosh egamiz dadajonim. Biz sizni qizingiz bo'lganimizdan faxrlanamiz. Hayotda qanday inson bo'lishni eng avvalo sizdan o'rgandik dadajonim. Mehribonlikni, sabrni, oilaga sadoqatni, insonlarni qadrlashni sizdan ko'rib ulg'aydik mehribonim. Siz biz uchun nafaqat ota, balki eng katta tayanchimiz, eng yaqin do'stimiz, eng katta duogo'yimizsiz dadajonim. Ilohim qilgan barcha mehnatlaringizni rohatini ko'ring. Umringiz uzoq, qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Hech qachon dardingizni ko'rmaylik. Yuzingizdagi tabassumingiz, ko'zlaringizdagi quvonch bizga ham baxt ulashadi. Sizni kulib, xotirjam yashayotganingizni ko'rish biz uchun dunyodagi eng katta boylikdir dada. Har tong uyg'onganingizda qalbingiz tinch bo'lsin, xotirjam bo'lsin. Farzandlaringiz baxti, nabiralar rohatini ko'rib yuravering. Dasturxonlaringiz doim to'kin, sochin, xonadoningiz hamisha fayzli bo'lsin. Allohim sizni bizga uzoq yillar sog' omon saqlasin. Dadajonim, bilasizmi? Hayotda ko'p insonlar uchraydi, bo'ladi, lekin otadek inson hech qachon bo'lmaydi. Chunki ota bu tog' kabi suyanchiq, cheksiz mehr, jim turib ham farzandini o'ylaydigan ulkan qalb egasi ekan. Siz aynan shunday otamizsiz. Yaxshiyam borsiz dadajonim. Siz bor ekansiz,
biz o'zimizni kuchli his qilamiz. Siz bor ekansiz, hayotimizda mehr bor. Siz bor ekansiz, qalbimizda xotirjamlik bor. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bizning aziz, mehribon dadajonimiz, sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Yaxshiyam o'zimizni dadajonimizsiz. Oilamizning tirgak ustuni. Zoriqtirmay o'stirdi bizni. Katta bo'lib angladim sizni dada. Sizni yaxshi ko'raman. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Qaddimsiz bor kirib turaman. Jannatlarda qasr quraman. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Poyingizni olib men o'pay. Farzim etib gunohlar yopay. Bag'ringizga yugurib chopay. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Keragidan berdingiz ortiq, joningizni qildingiz tortiq. Berolmadim o'zimdan ortib. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Bizlar uchun joningiz halak. Qo'lim ochib qilayin tilak. Dada, doim siz bizga kerak. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'ling avvalo. Ayta olmadim shu so'zni goho. Asrab yursin hamisha Xudo. Dada, sizni judayam yaxshi ko'raman dadajonim, mehribonim, baxtimizga sog' bo'ling. Hech qachon xasta bo'lmay o'zingizni ehtiyot qiling deya mana shu tabriknomamizni qizlaringizdan qabul qilgaysiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'lsin baxtimizga. Omon bo'lsin. Boriga shukur shularni. Ilohim. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, qizlaringizni baxtini, chiroyli kunlarini ko'rish nasib aylasin. Yanada chiroyli kunlarda sizni tabriklash nasib aylasin. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Sizga rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, boriga shukur, rahmat. Davronimni so'ribman dada, rosa qaddim uribman dada. Sultonimsiz malika bo'lib davringizda yuribman dada. Davronimni so'ribman dada, rosa qaddim uribman dada. Sultonimsiz malika bo'lib